Salom do'stlar. Bugungi videoda obunachimiz Mirzohidbekning buyurtmalariga ko'ra DC olamining eng kuchli personajlaridan biri Dr. Manhattan va Flash serialining 4-mavsumida Flashga katta bosh og'riq bo'lgan geniy yovuz janob mutafakkir bo'ladi. Biz ularni aql, jangovar mahorat, jismoniy kuch, chidamlilik, tezlik, qurollar, qobiliyat kabi toifalarda solishtiramiz va video oxirida g'olibni aniqlaymiz. Shunday ekan video ajoyib bo'ladi. Siz esa videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Dastlabki toifamiz aql bo'ladi. Janob mutafakkir nihoyatda aqlli bo'lib, odamzod aqlining eng yuqori darajasiga yetib borgan. U ajoyib strategiyalar tuza oladi va oldindan harakat qiladi. Serialda janob mutafakkir dastlab markaziy universitetda professor bo'lgandi. Keyinchalik Zanking Cap, ya'ni yo'lovchi qalpoqli nomli qurilma yaratib, o'z aqlini bir necha barobar oshiradi va haqiqiy geniyga aylanadi. Dr. Manhattan esa aql darajasi insoniy me'yordan ancha yuqori, ammo u hissiyotlarga sust munosabatda bo'ladi. O'tmish, hozirgi va kelajakni bir vaqtda ko'radi. Ya'ni u insonlarga xos tarzda hissiyotlarni boshdan kechirmaydi va xohlagan ishini qila oladi. Bu borada albatta Dr. Manhattan g'olib bo'ladi, chunki u vaqtni bir butun ko'radi. Bu uni cheksiz ma'lumotga ega qiladi. Navbatdagi toifamiz esa jismoniy kuch va chidamlilik bo'ladi. Janob mutafakkir oddiy insonniki bilan teng jismoniy kuchga ega bo'lib, garchi tanani almashtirsa ham o'zining jismoniy kuchini oshira olmaydi. To'g'ri, u meta odamlarni vaqtinchalik kuchlarini olib qo'ygandi, ammo bu unga aksincha zararga ishlagandi. Uning tanasi oddiy odamlardek chidamlilikka ega. U bir nechta meta odamlarni qobiliyatlarini olib qo'ygach, chidamlilik darajasi ham oshadi. Ammo bilasizki, serialda baribir mag'lub bo'ladi. Dr. Manhattan esa atomlarni boshqarib, portlashlar yaratadi va tanani parchalashi, katta narsalarni bemalol ko'tarishi mumkin. Manhattan katta portlashlarga, radiatsiyaga, deyarli barcha fizik kuchlarga qarshi tura oladi. Uni tanasi atomlarga bo'linib qayta yig'ila oladi. Shuning uchun uni juda kuchli sehr yoki super qurilmalar bilangina yengish yo'lini topsa bo'ladi. Dr. Manhattanning jismoniy kuchi va chidamliligi juda katta bo'lib, materiyaga qarab oshishi mumkin. Shuning uchun bu borada Manhattan g'alaba qozonadi. Videolaringiz uchun sifatli prevyular kerakmi? Unda aynan Preview Maker Muhammadillo siz uchun ajoyib sifatli 4K formatdagi prevyular tayyorlab bera oladi. Kanal silkasi opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. O'tib ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi toifamiz esa tezlik bo'ladi. Janob mutafakkir tezlik borasida oddiy odamlardek bo'lsa-da, ammo texnologiyalar yordamida o'zini teleportatsiya qila oladi. Ammo unga doim kreslosi kerak bo'ladi. Dr. Manhattan esa oddiy odamlardek tezlikda harakat qiladi. U yugurmaydi yoki katta tezlikda uchmaydi. Chunki unga bularni keragi yo'q bo'lib, u hech qanday texnologiyalarsiz o'zini istagan joyga, istagan olamga yoki vaqt jadvaliga teleportatsiya qila oladi. Bu borada u katta ustunlik bilan g'alaba qozonadi. Navbatdagi toifamiz esa qurollar bo'ladi. Janob mutafakkir geniy aqli yordamida yuksak texnologiyalar yaratgan va teleportiya va ongni ko'chira oluvchi qurilmalar yasagan. Dr. Manhattanga esa hech qanday qurolni keragi yo'q, chunki uning o'zi deyarli har qanday quroldan kuchli bo'lishi mumkin. Demak, bu borada Manhattan g'alaba qozonadi. Va nihoyat so'nggi toifamiz bu qobiliyat bo'ladi. Devo o'zining ongini boshqalarning tanasiga transfer qilish texnologiyasi yordamida ko'chiradi. Har bir yangi tana bilan o'sha meta odamlarning kuchini ham egallaydi. Bu usul bilan janob mutafakkir bir nechta meta odamlar kuchlarini ham olib qo'yadi. Natijada u barcha meta odamlar kuchlarini jamlab, insoniyatni tozalash va aql darajasini pasaytirish orqali yangi tartib o'rnatmoqchi bo'ladi. U o'zini insoniyatdan ustun aql idrok egasi deb hisoblaydi. Lekin uning rafiqasi Flashga yordam beradi va janob mutafakkir mag'lub bo'ladi. Dr. Manhattanga kelsak, unda son sanoqsiz qobiliyatlar bor. Masalan, Manhattan har qanday materiyani atom, kvark va subatom darajasida parchalashi, o'zgartirishi yoki qayta yig'ishi mumkin. Masalan, odamni fikr bilan bug'lantirib yuborishi yoki obyektni boshqa shaklga aylantirib qo'yishi mumkin. Manhattanning tanasini to'liq yo'q qilish juda ham qiyin bo'ladi, chunki u o'zini atomlardan yana qayta yarata oladi. U o'tmish, hozirgi va kelajakni bir vaqtda ko'radi.
U uchun bir vaqt chizig'i emas, balki birdaniga mavjud bo'lgan hodisalar to'plami bor. Bu unga har qanday hodisani oldindan ko'rish va tayyor bo'lish imkonini beradi. U bir nechta vazifani bir vaqtning o'zida bajaradi. Masalan, bir joyda do'konda yurgan bo'lsa, boshqa joyda sevgan qizi bilan vaqt o'tkazishi mumkin. Chunki tanasi xohlagancha ko'paya oladi. Bundan tashqari energiya to'lqinlari, kuchli yorug'lik portlashlari va elektromagnit maydonlarni yarata oladi yoki boshqara oladi. U qurolsiz ham deyarli atom bombasiga qarshi teng kuch chiqarishi mumkin. Manhattan qarimaydi, kasallanmaydi, qizlarga ham bormaydi. Ya'ni uni biologik ehtiyojlari mutlaqo yo'q. Doomsday Clock komiksda Dr. Manhattan hattoki yangi parallel koinotni ham yaratgan. Bu uni ilohiy darajadagi mavjudotga aylantirgan. Xulosa qiladigan bo'lsak, bunday tugamaydigan qobiliyatlar bilan Dr. Manhattan janob mutafakkirdan katta ustunlikka ega bo'ladi va g'olib bo'ladi. Mana barcha toifalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Unda barcha toifalarda Dr. Manhattan katta ustunlik bilan g'alaba qozondi. Xulosa qiladigan bo'lsak, janob mutafakkir oldindan reja qilishi va texnologik telepatiya orqali raqiblarning kuchini olib qo'yishga usta bo'lsa-da, Manhattan buni soniyalar ichida bilib, uni butunlay yo'q qilib yubora olardi. Dr. Manhattan bu tanasini yo'q qilish mumkin bo'lmagan, vaqtni ko'radigan, atom darajasida kuch ishlatadigan mutlaq mavjudot hisoblanadi. Bugungi videoda Dr. Manhattan g'olib bo'ldi. Mana bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.